Ko'ryapsizmi? Mana xudo xolasa shpunka cho'tka qilib, shpunkasini ishlaydigan qilib, buyoqlarini to'g'irlab, mana buni ustidan polni armatura aylantirib, svarkalab, uni uncha-muncha joyiga keltirdik. Qo'ldan kelgancha yorig'i bor edi. Treshinni bilasizlar, shularni keltirib, xudo xolasa buni to'g'irladik. Mana xudo xolasa yog'lari ham chiqotdi. Ko'rdinglar? Qo'lda aylantirganimga yog'lari chiqotdi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Endi qolgan joyini yig'amiz. Bizda yomg'ir, sizlarda qanaqa bilmadim, bizda yomg'ir. Xudo xolasa buni mana shunaqa to'rtburchak shpunka qo'yadigan qilib qilish kerak. Ko'rasizlarmi? Aylanib ketmaydi shunda. Mana bunda ham qirrasi hozircha bor. Bo'liminni qattiqroq siqib qilamiz. Joyiga tushib qolsa kerak, xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Endi ko'ramiz. Bu yog'ini gilza porshini ham yig'ib tashlaymiz. Mana akalar, golovkani tosh bilan ishqalab ko'rganimizda chuqurlarni ko'rasizlar. Ayniqsa aytlarga chuqurlar. Bemalol yoqqa suv o'tib ketaveradi. Aytlarga chuqurlar, normalniy chuqur mashalar, qo'lga bilinadigan darajada. Endi buni shilib tashlaymiz bir qavatini. Bolgarkada tozalab turib, beparasatan. Mana. Chala ustalar ko'p deyman-ku, hushyor bo'laverasizlar. Ishlaymiz endi bir qavatini astanoyda. Astanoyda bor. Ya mana frezerimiz bor. Orqada frez aparati bor. Chaqla bo'ldik. Jo'dilan tekis bo'ldi. Tekis bo'ldi. Qaranglar, bitta maytda qolib ketdi chuqur. Bolgarkanch. O'sha chaqlagan joyi chuqurgina qolib ketdi. Bet strashniy emas, shuning uchun bir suloy yurmaymiz. Hozir bir 2 suloy, 3 suloy yurdim. Neki bir ikkita joylarda qolaverdi. Mana shunaqa tekis bo'ldi mana. Galovka tekis bo'ldi. Ko'rdinglar? Shunaqa qo'ldan kelgancha qilib beramiz, shunaqa bizda. Mana xudo xolasa yig'ib, terib, yurgizib qo'ydik. Gulishturlarni yangilab. Xo'p, akalar. Mahayvik xudo xolasa. Bir tekis aylanadi xudo xolasa. Xo'p. Bir qo'llab ro'zalarmikimiz deydi. Mana bu knopkasi ekan. Bismillah. Gazini bosmabmiz.
Mana xudo xolasa yurg'izib cho'tki qilib qo'ydik qo'ldan kelgancha. Mana shunaqa xizmatlar bo'lsa olib kelaverasizlar. Imkon qadar qo'ldan kelgancha to'g'rilab beramiz aka-ukalar. Manzilimiz Toshkent viloyat Piskent tumanida. Toshkent viloyat Piskent tumanida. Liboy texnikani qo'ldan kelgancha imkon qadar zapchasi bo'lsa, liboyni harakat qilamiz yaxshi qilib berishga. Yana zuburlar bor, mana zuburlar bor. Mana bunaqa mirviylar bormi? Mana bunaqa universal motoblok, unaqa universal motoblok. Yog'larda ham o generatorlar bormi? Bunaqa generatorlar bormi? Bu yoqda ham motobloklar bor. Nima texnika bo'lsa, unaqa generatorlar bormi? Hammasini remont qilamiz. Imkon qadar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz, omon bo'lasiz, tinch bo'lasizlar.